Lada 011 ideal narxda ko'rsatammi deysizlar. Mashinani idealidan narxini aytib o'tib ketaman. Bitta like bosib qo'ying. Shuncha mehnatga like bosing. Egalar bilan tortish. 1050 dollarga tushirib qo'ydik. Tayyor. 77-yil rangini ham qaranglar. Vashshi o'zim ham ishqiboz bo'ldim. Eng arzon Namangan kanalidan uzoqlashmay, arzonlari oldida bo'ladi. Telegram kanalga ham kuniga 5 ta 6 ta mashina tashlayapmiz. Telegram kanalda nomerlari o'tib olib baraka qilib olaverasizlar. Bizda bo'ladi arzonni albatta. Obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Mashinani holatini qaranglar. Vashshi klass holatda. Ishqiboz bo'lgan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ying. Sizlar uchun harakat qilyapmiz albatta. Like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, biz ham narxini tushirishdan to'xtamaymiz. 77-yil, 07 oyna, 07 bakovoy. Mashinani holatini qaranglar, kraskani ham ideal qilib qo'yilibdi. Kraska asli qilingan-ku, lekin ideal qilib qilingan. Balonning holatlari ham vashshi zo'r holatda bo'lib turibdi. Motor, hadovoylari ham yangi qilinibdi. Qarochi nomer bor-ku. Nomeri ham zo'r nomerda. Sizga yoqadi, genlari ham chiqadi. Narxi 1050 dollar, 80 talik temir gazlari bor. Voy, mashinani qarang, vashshi zo'r. Dokumentda umuman muammo yo'q. O'sha yangi texpasportlar, chexol, ko'rik, magnitofonlari ham bunaqa chiqib tushadi, magnitofonlarida 07 dinaladi. Mashinani qarochi proverka qilib, tekshirib ko'rib olaverasiz. 1050 ga proverka qilmasangiz ham shikalan narx-ku. Mashinani turishini qarang. Bitta like bosib qo'ying albatta, mehnat uchun albatta. Eng arzon Namangan kanalidan uzoqlashmay 1050 dollarga 77-yil 011 egalar nomlari Telegram kanalida o'tib olib baraka qilib olib ketaverasizlar.